Ahsanallohu ilaykum qala rahimahulloh. Muallif rahimahulloh aytadi. Uchinchisi, Rasulullohga itoat qilib, Allohni yagona deb e'tiqod qilgan banda Alloh va rasuliga qarshi bo'lganlarni do'st tutishi joiz emas. Garchi ular uning eng yaqin kishisi bo'lsa ham, ularni do'st tutmaydi. Buning dalili Alloh taoloning ushbu so'zidir. Allohga va oxirat kuniga iymon keltirgan qavmning Alloh va rasuliga qarshi bo'lganlar bilan do'stlashayotganini topmassiz. Garchi ular o'z otalari, bolalari, aka-ukalari yoki qarindoshlari bo'lsa-da, ular bilan do'stlashmaslar. Ana o'shalarning qalblariga iymonni bitib qo'ygan va ularni o'zi tarafidan bir ruh ila qo'llagandir. Ularni ostidan anhorlar oqib o'tadigan jannatlarga kiritur. Unda mangu qolurlar. Alloh ulardan rozi bo'lur, ular ham u zotdan rozi bo'lurlar. Ana o'shalar Allohning guruhidir. Ogoh bo'lingkim, Allohning guruhi muvaffaqiyat qozonuvchilardir. Allohning do'stlarini do'st tutish va Allohning dushmanlarini dushman bilish har bir musulmon banda lozim tutishi kerak bo'lgan aqidadir. Ya'ni al-valo val baro aqidasi Alloh uchun yaxshi ko'rish va Alloh uchun yomon ko'rish demakdir. Nabiy sallallohu alayhi va sallam Alloh uchun yaxshi ko'rish va Alloh uchun yomon ko'rish iymonning eng kuchli rishtasidir deganlar. Shuningdek, u zot alayhissalom kim Alloh uchun yaxshi ko'rsa, Alloh uchun yomon ko'rsa, Alloh uchun bersa va Alloh uchun man qilsa, iymonni komil qilgan bo'ladi deganlar. Shunday ekan, mo'min banda kofirni yaxshi ko'rishi mumkin emas. Bu degani kofirga zulm qilish kerak degani emas. Kofirga zulm qilish ham joiz emas. Zulm qilish haromdir. Zero Nabiy sallallohu alayhi vasallam Muoz ibn Jabal roziyallohu anhu ga mazlumning duosidan qo'rq deganlar. Xususan, u zot alayhissalom gapning boshida sen ahli kitob bo'lgan qavm oldiga ketyapsan, ya'ni kofirlar oldiga ketyapsan deganlar. Keyin mazlumning duosidan qo'rq, chunki u duo bilan Allohning orasida parda yo'qdir deganlar. Shayx ibn Taymiya garchi mazlum kofir bo'lsa ham, uning duosi bilan Allohning o'rtasida parda yo'qdir degan. Shariatimizda zulm qilish haromdir, lekin mo'min kishi qalbida Alloh uchun yaxshi ko'rishi va Alloh uchun yomon ko'rishi kerak. Zotan Alloh Qur'onda shunday marhamat qilgan: "Xoy mo'minlar, sizlar ularni yaxshi ko'rasizlar, ular esa sizlarni yaxshi ko'rmaydilar. Ey iymon keltirganlar, Yahudi va Nasroniylarni do'st tutmangiz. Ular bir-birlariga do'stdirlar. Sizlardan kim ularni do'st tutsa, demak u o'shalardandir. Albatta Alloh zolim qavmni hidoyat etmas." Demak, bandaning qalbidagi tuyg'u Alloh uchun bo'lishi kerak. Ya'ni Alloh uchun yaxshi ko'rib, Alloh uchun yomon ko'rish kerak. Agar bir kishi Alloh va rasuliga itoat qilishini da'vo qilsa, biz unga Allohning dushmanlarini do'st tutishingiz mumkin emas deb aytamiz. Shuning uchun ham Umar roziyallohu anhu nasroniylar haqida shunday degan: "Ularni past tutinglar, lekin ularga zulm qilmanglar. Darhaqiqat ular Allohni shunday haqorat qilishdiki, barcha olamlarda hech kim bunday haqorat qilgan emas. Zotan ular Allohning bolasi bor deyishdi" degan. Avval aytganimizdek, mo'min bandaning qalbidagi tuyg'u yolg'iz Alloh uchun bo'lishi kerak. Ya'ni Alloh uchun yaxshi ko'rishi va Alloh uchun yomon ko'rishi kerak. Shuning uchun ham oyat karimada Allohga va oxirat kuniga iymon keltirgan qavmning Alloh va rasuliga qarshi bo'lganlar bilan do'stlashayotganini topmassiz deyilgan. Chindan ham Allohga qarshi chiqqan, Allohga qarshi urush e'lon qilgan, Alloh taoloni haqorat qilgan va Allohning bolasi bor degan odamni do'st tutish mumkin emas. Alloh taolo hadis qudsiyda odam bolasi meni haqoratlayapti, holbuki meni haqoratlashi durust emas degan. Seni qanday haqoratlash mumkin? Axir sen olamlarning parvardigorisan-ku deyishganda, Alloh taolo meni bolasi bor deyapti degan. Tasavvur qilyapsizmi? U Alloh taoloni haqorat qilyapti. Qanday qilib biz unday odamni yaxshi ko'rishimiz mumkin? Bu aslo joiz emas. Lekin bu degani unga zulm qilishimiz kerak degani emas, yoki unga adolat qilmasak bo'ladi degani emas. Shuning uchun Abdulloh ibn Ravoha yahudiylarga qarata: "Ey yahudiylar jamoasi, sizlar men uchun eng yoqimsiz maxluqotlarsiz. Lekin bu narsa sizlarga adolat qilishimga to'sqinlik qilmaydi" degan. Shunda yahudiylar osmonlar va yerni tutib turgan narsa ham aynan adolatdir deyishgan. Demak, musulmonlar muomala qilganda hech kimga zulm qilmaydilar. Ular Alloh uchun yaxshi ko'rib, Alloh uchun yomon ko'radilar. Binobarin, yaxshi ko'rgan kishilarga ortiqcha mutaassiblik yoki yomon ko'rgan kishilarga zulm qilmaydilar. Zotan bu qalb amallaridir. Biz zohiriy, badaniy amallardan ko'ra qalb amallariga e'tiborliroq bo'lishimiz kerak. Zero Allohning huzurida qalb amallarining darajasi ulug'roqdir. Demak, musulmonlar Allohning dushmanlarini do'st tutmaydilar. Garchi ular o'z otalari, bolalari, aka-ukalari yoki qarindoshlari bo'lsa-da, ular bilan do'stlashmaslar. Holbuki ular insonning eng yaqin kishilaridir. Mabodo yaqinlaringiz kofir bo'lsa, Allohga qarshi bo'lsa,
ularni yaxshi ko'rishingiz joiz emas. Chunki sizlar Allohning bandalarisiz. Modomiki Allohning bandasi ekanmiz, uning amriga itoat qilishimiz vojibdir.